Assalomu alaykum, Purvon YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib va kerakli narsani ko'rib chiqamiz. Ushbu qo'limda turgan narsa, bu uy uchun mo'ljallangan aqlli zamok. Bu zamogimizni afzalliklari nimada demoqchi bo'lsangiz, qo'shningizga kalitni berib charchadingiz yoki kalitingizni tez-tez yo'qotib turasiz, yokida eshigingiz tagida gilam tagiga yashirib ketish va har xil joylarga kalitni qo'yib ketish endi sizni zeriktirgan bo'lsa, bu sizga juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Buni bemalol kvartirangizga, podyezdga yokida o'zingizni uy hovlingizga ham bemalol o'rnatib qo'yishingiz bo'ladi. Afzal tomonlari, Wi-Fi bo'lmasa ham ishlayveradi. Wi-Fi bo'lsa bu nur ustiga a'lo nur degani. Telefon orqali bemalol nazorat qilib turishingiz bo'ladi. Eshikni zvonoyni bosgan telefoningizga xabar beradi. Eshikni distansionni ochib yuborsangiz bo'ladi masofadan turib bemalol va eshigingiz ochiq qolgan holatda ham telefoningizga signal beradi. Bu juda ham zo'r va kalit ko'tarib yurmaysiz umuman. Отпечаткani qo'yasiz. 50 tagacha отпечаткani поддержка qiladi. Xohlagan odamingizni, xohlagan oila a'zolaringizni kiritib qo'yishingiz bo'ladi va 50 tagacha kombinatsiyada parol qo'yishingiz bo'ladi va 50 tagacha brelok yoki kartalarni bemalol bu nimamizga, qurilmamizga ulab qo'yishingiz bo'ladi. Endi bu akkumulyator orqali ishlaydi, avtonom bo'ladi. Bu zamogimiz bitta akkumulyatorini to'liq quvvatida 1 oygacha bemalol sizga ishlab beradi. Akkumulyator tugab qolsa nima qilaman deydigan bo'lsangiz, akkumulyator tugashidan oldin bu o'zi sizni telefoningizga signal beradi yoki kirib chiqish jarayonida sizni ogohlantiradi va shu holatda batareykasini almashtiringiz bo'ladi yokida bilmay qoldingiz, akkumulyator 0 ga tushib qoldi. Shu holatda o'zini Type-C nimasi bor, razyoni bor. Shunga powerbankdan yokida zaryadniy устройствоlardan foydalanib, yana akkumulyatorni to'ldirib qo'yishingiz bo'ladi. Yana bir ajoyib jihatlaridan biri buni, misol siz ijaraga kvartiralar topshirasiz va ma'lum bir muddatda turadi xolos. Har safar odamni alishtirganingiz yoki uyingizdagi ijarachilar ketgandan keyin serdechkasini alishtirishingiz hojati yo'q. Shundoq uni o'ziga отпечаткasi orqali yoki kod orqali bitta vaqtinchalik parolni berasiz. 1 yil muddatgacha bo'lgan, misol 1 kun bo'lishi mumkindir, 1 hafta bo'lishi mumkindir yoki 1 yil turishi mumkin. Shu holatda 1 yilgacha foydalanadi. Undan keyin уже siz uni o'chirib qo'yishingiz bo'ladi yoki avtomatik tarzda u уже ishdan chiqadi va yangilashga to'g'ri keladi. Bu juda ijarachilar uchun ham qulay tanlov bo'ladi. Va bunga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, korpusi metallический bo'ladi. Birorta shikast yetkazmoqchi bo'lsa ham signalizatsiyasi ishlaydi va telefoningizga bu xabar beradi. Endi hozir ichida nimalari bor, bularni ham bir qator sizga ko'rsatib o'taman bu qurilmamizda. Ichida qo'llanmasi, o'rnatish uchun kerak bo'ladigan jihozlari, bu tashqarida turadigan vызывной panelimiz. Temir korpusda bo'ladi, bu yer plastmassa, raqamlar chiqib turadi. Zvonoyni bossangiz telefonga уведомление boradi, kartani поддержка qiladi, parol va отпечатка bo'ladi. Endi kalit olib yurmaysizda umuman, hali ancha qulay. Va ichidan o'rnatish uchun kerak bo'ladigan barcha jihozlari, breloki, serdechkasi. Xo'p, bu yerda o'sha qulfimiz ichki tomonda turadi. Bu yerga batareykalari ketadi va o'rnatish uchun barcha kerak bo'ladigan jihozlari o'zida bo'ladi. Endi bu uyingizni yana ham zamonaviy, chiroyli estetik ko'rinishga olib keladi. Juda ham aqlli. Mana bu yerda o'sha aytganimdek, akkumulyatori o'tirib qolgan paytda bemalol powerbank orqali zaryadlab qo'yishingiz bo'ladi. Bu ekstremniy holatlarda o'zi uncha-munchaga bu o'chib qolmaydi tez va bu yerda signalizatsiyasi uchun kolonkachalari ham mavjud. Misol zaryad o'chishdan oldin yoki kimdir shikast yetkazmoqchi bo'lsa, telefoningizga o'rnida xabar beradi. Xo'p, endi yana ajoyib jihatlaridan bittasi, kimdir kirishga urinyapti, parol teryapti deylik. Parol terayotgan holatda 5 ta noto'g'ri kombinatsiyani tergandan keyin avtomatik bu o'zi blokka tushib qoladi. U umuman parol teralmaydi. Endi bir necha vaqt o'tgandan keyin 5 minut, 10 minut vaqt o'tgandan keyin siz o'zingiz telefoningizdan buni yana o'zini eski holatiga qaytarsangiz bo'ladi. Yana bir zo'r jihati, bu Aziz brendiga tegishli bo'lgani uchun Aziz brendini bir necha turdagi kameralarini bu поддержка qiladi. Billa совместно ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana bu modelimiz H6s modelimiz. Bu xonani ichiga qo'yib qo'ygansiz, misol yokida kiraverishga koridoringizda turibdi deylik.
kimdir eshikni ochib kirdi, bu avtomatik o'sha odamga reaksiya qiladi. Siz telefoningizdan kim kirganini bemalol ko'rib olsangiz bo'laveradi, qo'shimcha qilib ulagan taqdiringizda. Bo'lmasa yana bitta zo'r tomonidan aytadigan bo'lsam, sizga misol отпечатка qo'shyapsiz oila a'zolaringizga, misol 5 kishidan iborat. Har bittasini o'zini nomi bilan отпечаткасini qo'shib qo'yasiz. Kim qo'lini bosganda, oila a'zolaringizdan qaysi biri sizni telefoningizda kim kirganini bemalol ko'rishingiz bo'ladi yoki masofadan turib bemalol o'sha Wi-Fi'ingiz bo'lsa ochishingiz bo'ladi. Bu juda ham unikal. Yana bir tarafini aytadigan bo'lsam, misol brelokingizni yo'qotib qo'ydingiz, birovini ko'paytirib ololmaydi. Buni kodirovkasi, shifrovaniya nimalari juda ham aqlli tizimda ishlaydi. Birovini kalitini ko'paytirib ololmaydi. Shu tomonlari ham juda ham qulay. Buni sotib olish uchun pastda raqamlarda qoldiramiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Kimga shunaqa sifatli qurilmalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Bu va bundan boshqacha qurilmalar haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Videoga like bosing, bu bizga motivatsiya beradi va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Provan jamoasi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.